Tursunboyev marafondan keyin sizlarga va nihoyat natijalar bilan bo'lishmoqchiman. Men oldin o'zimning yuzimni, mana hozir Tursunboyev yuzini qanday ko'rayotgan bo'lsanglar, shunaqa ko'rganman oynada. Va o'zimni gabaritli, katta his qilmaganman. Ancha vez tashlagandan keyin oynaga qaraganinglarda, men o'zimni bu darajada qo'yib yuborgan ekanman degan so'zni aytgan kuningiz, siz haqiqatdan vez tashlayapsiz va bu yog'iga to'xtamaysiz. Mana shu kun bo'ladi. Va eng achinarlisi, men shu narsani ko'rdimki, oldin meni yuzim achinarli holatda bo'lgan ekan. Indira opa bilan ko'rishganimda birinchi navbatda gormonal semiz bo'lganlari, semizliklari borligi yuzlaridan bilinardi. Yuzlari juda ham semirib ketgan, atyoklari bor, ko'zlarining tegi osilgan holatda bo'lgan, ko'rinishlarini bittada ko'rganimda kortizolingiz baland bo'lsa kerak deganman va albatta analizlarda gormonal semizlik chiqqan, aytlari bor edi, kortizollar baland edi, insulin resistentlik va organizmlarda juda ham chuqur defitsitlik bo'lgan. Shular bilan birgalikda ishladik va natijamiz mana Xudoga shukr, qorin atrofidan уже 15 sm yo'qoldi. Lekin men sezmasdim o'sha payt qornim kattaligini. Umuman sezmasdim. Qorindan, qo'llaridan umuman olganda hamma joydan ob'yomdan zo'r ketdi. Tabiiy osa bo'ladi. Kortizol ko'tarilishiga bitta sabab bor-da. Stress albatta. Stress. Va har xil sabab bo'lishi mumkin. Bir xillar turmush o'rtog'i bilan urushib qolishingiz mumkin. Kimdir nimadir deb qo'yishi mumkin. Mana shu narsa bilan menimcha yengish uchun shuning uchun ham marafonga qatnashish kerak. Chunki siz har safar stressga tushganda, kimdir asabingizga, uydagilar asabingizga o'ynaganda, marafonda qolganlarni ko'rib, sizni motivatsiyangizni ko'rib, sal unutarkansizda. O'zim ham bilasiz, hayotim davomida 3 marta katta vazndan tushgan insonman. Shuning uchun ortiqcha vaznli insonlarni qalban tushunaman. Bu videoni ozmoqchi bo'lgan va ozayotgan yaqinlariga albatta yuborib qo'ying. Maslahat berib qo'yaman.